إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Barcha maqtovlardan Allah subhanahu va ta'alaga tegishli. Biz ondan maqtaymiz, ondan yardım so'raymiz, ondan yardım yolvoramiz. Nafslarimizning buzuqligidan, amallarimizning osharindan Allah subhanahu va ta'alaga sığınırız. Kimni Allah Taala to'g'ri yo'lga qo'ydirsa, uni hech bir kim adashtirmas. Kimni adashtirsa, uni hech bir kim to'g'ri yo'lga qo'ydira olmas. Shohidlik beraman. Allohdan boshqa hech bir iloh, ibodat qilina turgan, tobina turgan zot yo'q, yolg'iz u, uning tengdoshi yo'q. Ham shohidlik beraman Muhammad sallallohu alayhi vasallam uning quli hamishisi. Uning ahli bayt yaqinlarına, sahabalarına, tabiinlarga ham ularning yo'lida davom etuvchi barcha mu'min musulmonlarga Alloh taolaning rahmati, hamofiyati bo'lsa edi. İslam dininde en zor ibadetlerinin birisi o indi 5 vakit namaz oku. Hem namaz o indi Allah Teala bilen kişinin arasındaki bulgan ilimde. Eğer de kişi namaz okumasa, onun Allah Teala bilen bulgan ilimdesi yokka çıkar. Hem kişi Allah Teala'nı unuta başlıyor. Allah Teala Kur'an'da namaz okumanın sebebini anlatıp eyde. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnneni enallahu la ilahe illa ene fa'budni ve akimis salate li zikri. Dürüstlükte minul Allah, mindən başka ibadet kılarga layıklı bir zatta yok. Mina ibadet kıl, hem meni iske düşürür için namaz okudu Allah Teala. Ayetten anlaşılgaysa biz namazda Allah Teala'nı her vakit iste tutu hem onu ululav için okuyuz. Bugünkü günde elhamdülillah namaz okuşlarının sonu artar. Lakin indi namazın sıfatı ol güven derecede. Indi Allah Teala karşısında kabul bo'lgan namoz, ajr savobga loyiqli bo'lgan namoz, bu endi xushu qalb bilan o'qilgan namoz. Ya'ni xushusiz namoz u jonsiz tan kabi. Xushu qalb bilangina o'qilgan namozgina kishini bu dunyoda da, oxiratda da baxtli etacak. Alloh taolo Qur'onda aytgan: "Qad aflahal mu'minun الذين هم في صلاتهم خاشعون." Cennetke, Firdevs cennetlerine kirişi müminlerin sıfatlar Allah Teala'yı uğuşka erişte müminler namazlarında huşuk bulganlar, namazlarında tübençilik bulup Allah Teala karşısında tübençilik gösterip okuşular dedi. Arap dilinde huşuk degen söz o tınışlamı, tübençilik kursetu, buysunu degan ma'noni anlatar. Allah Teala mesela Kur'an'da ayda ve haşa'atil aswatu lirrahmani fela tesma'u illa hamsa. Kıyamet gününde kavuşlar Rahim'le Allah karşısında tınışlanırlardı. Tıptan kalırlardı. Hamsin ışıldağından başka bir nindi de tavuş işitmezsin diye. Allah Teala ayda ve haşa'at yani tavuşlar tıptın kalırlar, yani tavuşlar bitir. Kıyamet gününde yani kişiler tınış kınayını, ışıldakını söyleşirlerdi. Yani ışıldağından başka bir ninde tavuş bulmazdı. Namazda huşuk buluğu bu Allah Teala'nın büyüklüğünden korku sebeple yürekinin güvençilikli buluğu. Onun eseri ağzalarda görünür. Eğer de namaz okuğanda yürekte huşukluk bulsa, kişi yok-yog'una qaranmaydi. Secde uğruna qaraydi,
dünya ishlari turunda o'ylamay, o'qigan duolarning, oyatlarning ma'nolari turunda fikrli. Avval shu halida Alloh taolo qarshisida miskin, zaif, Alloh taologa muhtoj ekanini anglaydi. Al-Hasan al-Basri rahimahulloh aytgan, xushu' ul Allohga qarata yurakdagi doimiy qo'rquv hissi degan. Ibn Rajab al-Hanbali rahimahulloh aytgan xushu' turida aslida xushu' ul yurakning yumshoq, tinch ham tubanchilikli bo'luvi. Agarda yurak Allohga qarata tubanchilikli bo'lsa, og'zalarida namozda tubanchilikli bo'ladi ekan. Ya'ni biz nishik bilamiz, namozni o'sha xushu' qalb bilan o'qiymizmi, yo'qmi ekan? Eng birinchi shartda biz qarorga tegishlibiz. Ya'ni namoz o'qigan vaqtda bizning aytik tanimiz nindi ravishda tura, aynan nishik harakat etadi. Ham birinchi aytik belgilaridan xushu' bo'limi u endi namoz o'qigan vaqtda secde kulu o'rnina qarab, kiyim bilan o'ynamab, ya'ni silkinmishagina, harakat etmishigina secde o'rnlarına qarab, tinchgina turib, bu birinchi belgilaridan. Ya'ni ham nashu holatni buza turgan bütün ayblarni da aytib qoldiruv. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir kishini namoz o'qigan vaqtida soqoli bilan o'ynaganini ko'rdi-da, ulay deb aytdi. Agarda uning yuragida xushuqlik bo'lsa-da, uning a'zolari da xushuqlikni saqlar edi. Ya'ni uning ko'nglida o'sha Alloh taolo qarshisida bosib turganda tubanchilik bo'lsa-da, uning tanida tubanchilik ko'rsatar edi. A'zolari da tinch bo'lar edi. Hasan al-Basri rahimahulloh aytgan, sahabalarning xushuqligi yuraklarida bo'ldi. Shuning ta'sirida ular qarashlarini ostga yo'naltdilar, ham og'zalari ortiq amal qildan saqladilar dedi. Ya'ni birinchi belgilaridan u endi kerak bo'lmagan harakatlardan saqlanib, ham endi sajda qiladigan bo'lganini qarab turib. Ikkinchi belgilaridan namoz o'qiganda yig'lasi kelib. Alloh taolo namoz o'qiganda yig'lovchi kishilarni maqtab aytdi: وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. Onlar yig'lab sajda qiladilar, ham bu ularning xushuqlarini, Allohdan qo'rquvlarini, ona tubanchilikli bo'larini orttiradi. Namozda ko'ngilning yumshog'i, ko'zga yoshlar kelib, shu oyatlarning ma'nolari turida o'ylash sababli bu shoy endi xushuqlikning belgilaridan. Oldagi belgilaridan, uchinchi belgisidan u namoz o'qiganda rahatlik hissini sezuv. Ya'ni musulmon kishisi namozda xushuq hissi bilan shu vaqtda o'qiyolar, qo'ysa u boshqa ishlardan shu namozni ustun ko'radi. Yani bütün joni bilan, tani bilan berilib o'qiyotgan, u o'qigan namozdan aytik yo'lib tashlaganda rahatlik ko'nglina rahatlik olashadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning aytik ko'ngil shodligi u namoz bo'lgan. Ham endi u Bilal radhiyallohu anhuga da bir aytadigan bo'lgan, qomatay bizni shodlantirdi. Yani agar kishi namozni bütün ayblardan ustun qo'yar ekan, ko'ngli bilan berilib o'qiy ekan, endi u bilan o'sha xushuq qalbina, xushuq aytik rahatligina erishacak. Yani xushuq bo'lsa ko'nglinda, u shu namoz o'qigandan so'ng aytik tinchlanashab, ko'nglina rahat bo'lashadi. Ondan oldagi belgilaridan namoz o'qiganda og'irsinmisha o'qib. Alloh taolo Qur'onda aytgan: "Vasta'inu bis-sabri was-salah va innaha lakabiratun illa 'alal khoshi'in." Sabrlik ham namoz bilan Allohdan yordam so'raymiz. Durustlikda u namoz Allohga tubanchilik ko'rsatuvchilargagina og'ir tugul, ulardan boshqa kishilarga og'ir amal bo'lib turadi. Agarda kishining yuragida xushuq, ya'ni Alloh taolaga tubanchilik ko'rsatuv, uning buyukligidan qo'rquv hissi bo'lmasa, namoz o'qu uning uchun og'ir ish bo'ladi. Ko'ngli ona tortmaydi. Chunki u
o'qigan namozi uchun birey-birda Allohga umidlanmay, Alloh taolo rahmatiga umidlanmay, ajr savob beradi deb umidlanmay, ham namozni qoldirsa-da nindi jazo bo'lasini aytdik. O'ylamay, ondan qo'rqmay jazo bo'lishagida ham shuning sababi bilan namoz o'qu onga og'ir bo'ladi. Og'ir ish kerak bo'ladi. Ham endi qay bir kishilar xushuqliq endi u boshni ostga iyu eng ustun jiru ham miskin kayfiyat yasov deb o'ylaylar. Lekin endi xushuqliq u tashqi yoqdan g'ana tugul, ichki yoqdan da bo'ladi ish. Huzayfa ibn al-Yaman radhiyallohu anhu aytgan, Allohga 200'lük xushuqdan sığınam degan. Ondan so'raganlar 200'lük xushuqqa nechik bo'lasizmi dedi. U aytgan, u tanning xushuqligi bo'lib, yurakning xushuqligi bo'lmaydi degan. Tashqi yoqdan g'ana xushuqlik bo'lmay, u ichki yoqdan da bo'ladi. Umar radhiyallohu anhu bir vaqt mo'yinini ostga yeb namoz o'quvchi kishini ko'rdi-da, ham unga aytdi: "Ey mo'yinini ostga yeyuvchi, mo'yiningni ko'tar, xushuqlik u mo'yinda tugul, yurakda" degan. Xushuqlik qadar Alloh taolo o'zini soylab olgan, o'zine yaqin bo'lgan bandalarına bilir. Kim Alloh taolo qo'shganlarini bilki, payg'ambardan tiylar, masjidda bo'lsin, masjiddan tış bo'lsin, ayni shu kishilarga Alloh taolo shu xushuqlik hissin berar. Endi kishi masjiddagina namozdagina Alloh taolo qo'shganlarini o'tab payg'ambardan tiyilsa, masjiddan tış o'nda haramlardan tiyilmasa, Alloh taolo onday kishiga xushuqlik lazzatini tottirmayashar. Ham bizga endi umtilirga kerak, shu namoz o'qib, namozda Alloh taolo bo'ysunib, unga tumanchilik ko'rsatib, namozdan so'ngda Alloh taoloni unutmasga, uning haramlaridan tiyilirga, qo'shganlarini o'targa, ham shu uchraqda biz xushuqqa erisha olamiz. Shulay endi agar biz namozimizni aytdik, chin ko'ngildan shu xushuqlik holatini o'zimizda bildirishga tirishib o'qisak, bizni o'qigan namozlarimiz yonmadan bizni buzuq ishlardan da saqlaydi. Alloh taolo aytgan: "Va aqimis solata innas solata tanha 'anil fahsha'i wal munkar." Namoz o'qi, shundoqda namoz buzuq ham fahish ishlardan tiyadi degan. Ya'ni kishi xushuq holatida Alloh qarshısında ixloslik bilan namozini yerine yetkazib, xushuq holi bilan o'qisa, namozdan tishda, namozda bo'lmaganda da kishi endi Alloh taolani har vaqt esida tutib, ona haramlaridan saqlanashar. Ya'ni shu namozi xushuq bilan o'qigan namozi ona haramlardan, Alloh taolaning g'azabidan illatirgan g'amallardan saqlayashar. Alloh taolo endi barchalarimizga da namozlarimizda xushuq bo'lirga nasib etsa edi, kerakli foydali ilmlar olib, shu ilmlar bilan amal qilgan nasib etsa edi. Va aqulu qawli hada va astaghfirulloh li va lakum va li sa'il jama'atil muslimin innahu huval ghafurur rahim al-jawwadul karim as-sami'ud du'a.